Endi qarang, men sizga bir sharoitlar to'g'risida savollarni bersam, birinchi o'rinda Gasnitsa masofasi qanaqa bo'ladi? Hali 500 metr deb turib 1 kilometrga joylashyapti. Shunaqangi holatga bir aniq Gasnitsalar nomi bilan ma'lumot bera olasizmi? Xo'p, qarang, siz obunachilaringizga mana shu joyni yaxshilab eshitib olsin, borganda solishtirib olishaveradi. Agar kimda-kim borib kelganlar bo'lsa ham bilishadi, Google ga urishsa, biz aytayotgan Gasnitsalar masofasi to'ppa-to'g'ri chiqadi. Xo'p, Madinada Gasnitsalar masofasi 100 metrda bo'ladi. Mehrob al-Toyiba degan Gasnitsamiz bor, 100 metr masofada joylashgan. Xo'p, Makka shahrida esa Ajiyat ko'chani hamma biladi. Borib kelgan hoji aka, hoji onalarimiz, opa-singillarimiz bilishadi. Ajiyat ko'chada Al-Nasim degan Gasnitsamiz bor. 5 yulduzli hisoblanadi. Soatni orqasida joylashgan bo'ladi. Masofasi 1 kilometr. Biz 800 metr hisobladik, lekin 1 kilometr deb ataveramiz. Bemalol internetga kirib, Al-Nasim deb yozilsa, masofasi chiqadi. 800 metrda chiqadi. Keyin yana ko'pchilik bizdan so'raydi, qaysi stankaga tushishadi deb. Stankamiz, xo'p, 3-hojatxonani orqasida most oldidagi stankaga tushamiz. Bu Ajiyat ko'chani stankasi hisoblanadi. Masofasi taxminan, men o'zim mana yaqinda Umra safaridan keldim. Aynan ana shu parkovka orqali kirdim. Parkovkani haramgacha bo'lgan masofasi obunachilar 100 metr chiqadi. Ya'ni yosh kattalar qiynalishmas ekan-da. Yo'q, umuman nafaqat yosh kattalarimiz, yoshlarimiz ham umuman qiynalishmaydi. 5 mahal namozga avtobus xizmati ham bor hattoki. Lekin avtobusga hojat yo'q. Baytullohga kirish ham, chiqishda ham to'g'ri primo piyoda yurib kirib ketsa bo'laveradi. Piyoda yurib kirib ketsa bo'ladi. Endi Madina Munavvarada ovqatlar 2 mahal ozgina hali qorin och bo'lib qolgan paytlari bo'lyapti, kuzatilyapti. Shunga sizlarda 3 mahal deb eshitdim. Rostdan shunaqami? Albatta, bizda Madinada 2 mahal emas, 3 mahal. 3 mahalki zaftriylari bilan, shvedskiy stollari bilan. 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Madinada. Makkada ham 11 kun 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Ertalabki nonushta va zaftriylari shvedskiy stollari bilan. Bemalol haligi nima deydi? Aka-ukalarimiz, quvvatga to'lgan, ibodat qilaman degan odamlarimizga ozuqatlarimizda muammo yo'q. Mevalarimiz ham joy-joyida. Xo'p, ozuqatlarimiz ham 1-2 ovqatlarimiz doim o'zbek milliy taomlari tortiq qilinadi dasturxonga. Endi 50 boshi misol uchun bir hafta yurib, bir haftadan keyin yo'g'ib olib, boshqa guruh olib, shunaqa holatlar bo'ladi. Endi mana siz ketyapsiz ekan. Endi mana shu 14 kun birga bo'ladi degan gapimizni tasdiqlab bera olasizmi? Albatta. Mana shu yerdan o'zimiz 13-yanvar kuni ketayotgan bo'lsak, 12 yoki 11-yanvar kuniga mana shu litsenziyalangan binoyimizda majlis o'tkazamiz. Men o'zim ishtirok etaman. Mana shu yerdan boshlaymiz ibodatni. 14 kun ziyoratda ham, ibodatda ham, sayohatda ham birgalikda o'zimni hamrohligimda bo'ladi. Endi aynan ziyoratlar Madina Munavvarada, Makka Mukarramada qanaqa bo'ladi? Hamda sayohatlar Madinada ham sayohatlarga chiqamiz, Makkada ham 14 kunlik umra safarida 10 dan ortiq ziyoratgohlarga chiqamiz. Bulardan qisqacha sanab o'tib ketaman hozir. Xo'p, Madinada Xurmo bog'i, Qur'on bosmaxonasi, Qiblatayn, Uhud tog'lari, Payg'ambarlarning ravzalariga ziyorat, Baqiy qabristonlariga ziyorat, Xurmo bog'larida kechki osh hamda pikniklarimiz, ziyofatlarimiz bor. Xo'p, Makka shahrida esa Savr g'origa, Hiro g'ori, Jamarot, xo'p, Mino, Muzdalifa, albatta Qizil dengiz qo'shimchasiga bir barakaga Toyif shahriga ham boramiz. Ya'ni bir marta to'lovni ichida 2 marta umra qilishga imkoniyati ega bo'lishadi. Xudo xolasa. Endi yana bundan tashqari Rojixiga ham ziyorat bo'ladi. Sulaymon Rojixiga ham kechki ziyofati bilan bo'ladi. Ham ziyorat bo'ladi, ham ziyofat bo'ladi. Xudo xolasa, mana ziyoratlarni ham ko'rdilaring. Sizlar bo'sh Gasnitsada yotib qolmaysizlar. Inshaalloh 50 bosh hamrohligi 14 kun. Endi Nizomdin aka, siz nimalar berasiz aeroportga uchib ketishayotganda bularga hamda qaytishayotganda? Albatta, biz majlislarimizga kelishadi. Mana bunday Centrum Holidays bejiklarni beramiz. Diabetim tushirgan. Mana bunday kamzillarni beramiz. Mana bunday pishiq puxta bo'lgan Centrum Holidays tushirilgan sumkalarimiz beramiz. Agar sizni obunachilaringizga bo'lsa, xo'p, mana bunda sizga surprizim bor sizga. Yangiligim bor. Mana bunda yostiqchalarni men o'zimni komfort paketimga ataylab tiktirganman. 50 talik gruppa bo'ladi. Mana bunda Centrum Holidays yozilgan yostiqchalarda bepul tariqasida. 3 yostiqchasi. 3 yostiqchasi. Bemalol samolyotda borib kelishlari uchun bo'yinlariga bemalol xordoq olib, dam olib, bular bizga siz obunachilaringizdan sovg'a beraman. Sovg'a tariqasida beraman. Xo'p, obunachilar juda asqatadigan narsa, ya'ni men samolyotda ovqat berganda ovqatini yeb, aynan mana shu yostiqchani taqib, uxlab
O'zbekistonga qo'nayotganda uyg'ondim. Juda ham sizlarga foydali bo'ladi. Endi yo'nalish qayerdan qayerga uchadi, narxi qanaqa? Xo'p, yo'nalishimizni aytib o'tib ketsak, Farg'onadan 13-yanvar kuni, hafta kuniga seshanba Farg'ona Primo Jidda reysi bilan amalga oshiramiz. Xo'p, narxiga kelsak, narxi sizning obunachilaringizga $1095 qilib beraman. $1095. Hurmatli obunachilar, narximiz o'ta ham go'zal, sharoit ham o'ta ham go'zal. Aynan men Nizomiddin akam videoga olib chiqqanim sababi, xudo xolasa, sizlarning mukammal umra qilishlaringga yelkadosh bo'la oladigan insonni albatta tanlab qo'yilgan. Xudo xolasa Nizomiddin akam bilan birgalikda umra safariga sizlarni taklif qilamiz. Aka, endi xudo xolasa ziyoratchilarimizni mukammal hamda chiroyli umra qilgingiz sizning vazifangiz bo'ladi. Xudo xolasa tanlovda adashmasin. Centrum Holidays ham ibodat, ham ziyorat, ham sayohat bo'ladi. Rahmat hammaga. Xudo xolasa ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqinglar, to'liq ma'lumot beramiz.